Hozirda hamma Germaniyaga ketish uchun termin olish ilinjida yuribdi, lekin termin ololmayapti va server ishlamayapti degan narsa chiqyapti va buni qanaqa hal qilish mumkin hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun Google'dan Teleskontakt Toshkentni qidirsangiz mana shu saytga chiqadi, mana shu sayt. Bu saytga kirsangiz qanaqa chiqadi ko'rsatay. Mana. Demak, bu ishlamayapti chiqadi. Siz o'ylaysizki, server ishlamayapti, bo'lmayapti deb xato qilishingiz mumkin, lekin bundan tashqari boshqa variant bor. Mana pastga tushsangiz, mana Teleskontakt. Mana shunga kirishingiz kerak siz. Ko'pchilik mana shuni adashayotgani uchun qila olmayapti. Shuning uchun mana buni bosasiz. Mana davlatni tanlaysiz. Qayerdan? Iz O'zbekistoni. O'zbekiston tanlaysiz va davom etasiz. Bo'ldi. Bundan keyin o'zimizning elchixonamizni tanlaysiz. Mana Toshkentdagisi. Bosasiz. Yes, no qilaylik. Agar registratsiya qilmagan bo'lsangiz yo'q deysiz, registratsiya qilgan bo'lsa yes deysiz, davom etasiz. Bizda bor. Davom etamiz. Mana ro'yxatga o'tish.